Assalomu alaykum. Miniski motosikl ishqiboz akalar. Mana shu bitta miniski motosikl bor akajon. Mana shu motosikl bitodi mana sotyapmiz. Mana yaqin kunlarda shu Oltiariqimizdan bir yoshi kattaroq akaxondan bir shu mototsiklni oldik. Mana 6 voltlik Minsk motosikl. Aka hamma yo'g'i radnoy ekan. Mana shu bitta boka jicha yomg'ir o'tib jicha zanglab chirigan ekan. Shu bokani boshqa qo'ydik. Qolgan hamma joyi o'ziniki. Svetlari yonadi, signallar choladi. 6 volt motosikl. 16 yil bitta joyda qolib ketgan motosikl ekan aka. Mana olib kelib benzin quyib aka yurg'izdik, yurdi aka. Endi buni egasi 50 dan o'tmasdan minganman deb aytdi. Endi hozircha dimroq ishlayapti, lekin yurishlari yaxshi aka. Ko'chaga olib chiqib minib, haydab ko'rdik, tormozlari joyida, amazattilari joyida, korobkalari joyida. Endi motorga keladigan bo'lsak, motorga aka bitta val bilan skordi o'qini shu boshqa qo'ygan ekan shu egasi. Yoshi kattaroq aka ekan. To'g'risini aytdi. Eskisini ham berdi. Bitta vallu, keyin mana bu skordi o'qini almashtirgan ekan. Mana skordi o'qlari, tepkilari yaxshi. Shu val almashgan ekan. Shu motor bir marta ochilgan ekan xolos aka. Qolgan joyi hamma yo'g'i radnoy aka. Motosikl bir tepsiz yuryapti. Mana bu balonini ham akajon Vasxod mototsiklnikini komplekt qo'yibdi. Mana rossiyskiy balon aka. Mana yaxshi, yangidek turibdi. Balonida ayib yo'q. Mana bu oldi baloni aka. Mana oldi baloni rossiyskiy aka, ayibi yo'q. Endi mana shu ikkala diskasi akajon jicha zang bosib ketgan ekan. Men shu disk ikkala dig'ildiragan aka kraska qilib qo'ydim mana. Endi zanglab turgandan ko'ra mana ana shu ikkala diskasini kraska qilib qo'ydim, yuvib tarab qo'ydim aka. Qolgan joyi radnoy, hamma yo'g'i toza turibdi aka. Svetlari mana yurg'izib beraman, hozir eshitib ko'rasiz ovozini aka. Mana bu kaliti, mana nimasi, torpedasi. Mana bunday qilib Bismillahirrohmanirrohim deb mana motorlarni eshitib ko'ring aka. Mana ovozlari. Mana hozir gaz berib ko'raman. Eshitib ko'rasiz motorlarni. Sveti yonar ekan aka. Svetlari nihoyatda 6 volt bo'lgani bilan baland yonar ekan aka. Svetlari yonadi. Signallari ishlaydi aka. Mana. Xudo xolasa, endi sekin sabrda bo'lsangiz, bir oy sekin minib tursangiz aka, keyin u tez ham yurib ketadi. Bu 80-100 ga ham chiqadigan bo'lib ketadi. Hozircha shu 50-60 tezlikda yuryapti aka. Gulshitri tiqilib to'lib qolganga o'xshayapti. Gulshitrlarini tozalash kerak. Gulshitrlar mana yangidek turibdi aka. Mana ashu motosikl xullas Minsk motosikl sotiladi akalar. Endi bu mototsiklimiz aka biz ham bo'yicha yaxshiligiga jicha qimmatroq olib qo'ydik. Endi bu mototsiklimiz narxini 2,5 million so'm deb aytyapmiz akajon. 2,5 million so'm bo'lsa sotamiz aka. Mana xudo xolasa mototsiklda aybi yo'q, hech qanaqa balon demaysiz aka. Motor yaxshi, balonlar yaxshi, rossiyskiy, kraskalar radnoy, hamma joyi radnoy. Xudo xolasa bitta arqa baloni Vasxod mototsiklnikini qo'ygan ekan. Motori bir marta ochilib yopilgan aka. Yangi val bilan skorda o'qini qo'ygan ekan egasi.
eskisini ham berdi. Dokumentini topib bera olmadi aka. Bir yoshi katta odamdan oldik. 16 yil bitta joyda qolib ketgan motosikl aka. Olib kelib benzin solib, shunday bitta depodik yurdi motosikl akajon mana. Mana shu motosikl sotiladi aka. Mana telefon nomerlari agar kerak bo'lsa aytaman. Yozib olsangiz, zarur bo'lsa telefon qilarsiz, bo'lmasam yo'q. 90lik 776 00 72 aka. Endi yana bitta nomerimiz bor. 91lik 674 10 14. Mana shu mana ukaxonimning nomeri. Agar yozadigan bo'lsalaring shu nomerga yozasizlar. Telefon qilib gaplashadigan bo'lsalaring 0072 ga telefon qilasizlar aka. Men uncha telefonga kiravermayman, ko'pchilik yozar ekan. Men yozishga, o'qishga uncha e'tibor bermayman akalar. Mana shu motosikl sotiladi. Agar zarur bo'lsa telefon qilaverasizlar aka. Mana 2,5 million so'm pul aka.